سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم سبحان الأبدي الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق بين الخلائق فلا ينسى أحدا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان رافع السماء بغير عمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الذي يرى مكاننا ويرى حالنا ويعلم ما في نفسنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك ما تلوناك حق تلاوتك يا غفار. Ramazon keldi birodarlar, muborak bo'lsin. Biz roza deb aytadigan narsa arab tilida as-savm deyiladi. Savm Ramazon, Ramazon oyining rozasi. Savm lug'aviy ma'nosi kishi ikki shahvatini tiyishligiga aytilinadi. Ya'ni qornini va farjini. Mana kimdir kasal, kimdir betob tutmasligi yoki safarda yurganligi sababli rozadan bir ma'zur bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytadi: "Va antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun." Endi agar bilsanglar, tutganinglar o'zingizlarga yaxshi deyapti Alloh. Kasal odam tutmaydi. Ammo safarga chiqqan odamchi? Masalan, hozirgi safarlar avvalgi zamondagi safarlarda emas. Turkiyaga borsin, Xitoyga borsin, Dubayga borsin, tijorat bilan gastinsada yotadi. Konditsioner bor. Hatto ayrim shu boshqa mamlakatlardagi odamlar shu darajada o'lchov tushunchasi buzilganligidan musulmon obod yurtda yashaydi. Ramazon oyida safarga chiqishib olar ekan. Nima qilmasligi uchun? Nima deb o'ylaysizlar? Ramazonda roza tutmagan odam keyin o'rniga qazosini tutib beradi deb o'ylaysizmi? Qarang, Ramazonni yuk, mashaqqat, mehnat deb o'ylayapti. O'zi biz xursandchilik, sharaf deb qabul qilardik-ku. Ko'ryapsizlarmi? Qayerda yashashdan qat'iy nazar, kimlar bilan yashashdan qat'iy nazar, mana ikkita narsasi noto'g'ri bo'lsa, tushunchasi, o'lchovi, tasavvuri noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, shunday qilayotganlar ham bor. Lekin Alloh aytayapti: "Va antasumu khayrun lakum." Musofir bo'lgan chog'ingda ham tuta olasang, agar sharoiting bo'lsa, tutganing yaxshi deyapti. Hatto ana shu uzri bor odam, o'shadagi sahridir yoki suv ichib turish kerakdir, saharlikka turadi. Niyat qiladi. Og'zini yopadi. O'sha dori ichadigan joyigacha tutadi. Tushunyapsizlarmi ro'zani hurmatini? Endi boyaga biz aytayotgan choyda nagli ichib o'tirganlar, mana ikkita narsasi noto'g'ri. Keyingi Ramazonga kelasanmi, yo'qmi Xudo biladi. Agar inson Alloh uni kuzatib turganiga ishonchi komil bo'lsagina to'g'ri yo'lda davomiy turadi. Va mana shu bilan ikki dunyoda saodatli bo'ladi. O'zi bu darslarimizni avvalida aytganmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Jabroil alayhissalom notanish odam suratida kelib, islom haqida, iymon haqida, ihson haqida so'radi. Ihson nima deb so'raganida Rasululloh aytdilar: "Anta abudalloha ka annaka tarahu." Allohga
xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Ihson shu. Ihson martabasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Mana shu muroqaba manzilati. Alloh meni doim kuzatib turadi. Har qanday holatda, har qanday sharoitda, qanday qadam bossam, qanday so'z aytsam, Alloh meni kuzatib turadi degan e'tiqod bo'lsa insonda va bu doimiy suratda qalbida, aqlida turadigan bo'lsa, inson saodat topmay iloji yo'q. Bugungi mavzuyimiz muroqaba manzilati. Muroqaba Alloh seni doim kuzatib turishini his qilishing. Birinchi oyat. Astagfirullah. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Alloha g'afurun halim. Bilingizki, albatta Alloh ichingizdagi narsani biladi. Alloh ichingizdagi narsalarni biladi. Bas uning azobidan ehtiyot bo'ling. Ichingizda nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi. Va bu faqat Alloh taoloning qudratidagi narsa. Lekin ichingizdagi o'tayotgan narsani odam bolasi bilishi mumkin emas. Hatto kamera ham bilishi mumkin emas. Hatto diktafon bo'lsa gapirayotgan gapingizni yozayotgan, u ham bilishi mumkin emas. Ichingizdan nima o'tayotgan bo'lsa Alloh taolo bilib turadi deydi. Mana shu ichingizdan o'tayotgan narsani ham Alloh bilib turadi degan shuur tursa, sizda muroqaba hissi bo'lsa, siz saodat topmay ilojingiz yo'q. Allohni har bitta narsani bilib turishini bilishing lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Agar shuni bilsang, Allohga osiy bo'lishdan ehtiyot bo'lasan. Alloh bilan bo'ladigan muomalamizdagi muvaffaqiyatni, yutuqni siri ayni mana shunda. Qaytaraman, Alloh bilan qilayotgan muomalamizda yutuqqa, muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan bo'lsak, uni siri shunda. Alloh meni doim ko'rib turadi, doim bilib turadi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsa ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Hamma narsani Alloh taolo kuzatib turadi. Milliard daraxt bor yer yuzida. Va undan ham ko'proq barglari bor. Ana shu barglarning har bittasini tevaga ko'tarilib shabadada pastga tushishini, qaysi tomonga egilishini, qaysi tomonga qimillashini Alloh kuzatib turadi. Dengizda son sanoqsiz to'lqinlari qayoqqa ko'tarilib qayerga urildi, nechta ko'pik chiqdi, toshga borgani qancha, yetmasdan uchib qolgani qancha, buni ham kuzatib turadi. Sahroda siz bilan bizni kalkulyatorlarimizga sig'maydigan darajada katta miqdorda qum donalari bor. Bir qoshiq devzira guruchda 1200 dona bo'ladi. Xomi. Yo'q, guruch ko'zingizga ko'rinadi, qo'lingizga ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Shu guruchdan 1200 ta yoki 1,5 mingta sig'sa bir qoshiqqa. Endi bir qoshiq qum qancha bo'ladi sanog'i? 1 yil sanasangiz kerak pinsetda olib. Lupani taqib olgansiz bitta, ikkita, shu domla aytib qo'ymagan ekan, shu bir qoshiq qumda ham qancha bo'lishini. Bir hovuch qumda qancha dona bor? Bir paqir qumda qancha dona bor? Zarra. Bir arava qumda qancha bor? Umringizni oxirigacha sanaysiz agar bir arava qum to'kib qo'ysa. Endi Sahroy kabirni ko'ryapsizmi? Sahara deydi. Ana shu qum donalarini har bittasi qayoqqa og'di, shabadada qayoqqa qimilladi, qumni yuzasi qanaqa formaga keldi? Har bittasini Alloh kuzatib turadigan qudrati bor. Endi sizni qilayotgan ishingiz, aytayotgan gapingiz, o'ylayotgan fikringizni kuzata olmaydimi, bilmaydimi Alloh? Ana birodarlar, ihson martabasi nima edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Endi biz ko'ra olmaymiz Allohni bu dunyoda. Inshaalloh jannatda ko'ramiz. Ammo Alloh seni doim ko'rib turadi. Shuni esdan chiqarmasang, senga kamera nablideniyani ham keragi yo'q. Revizorni ham keragi yo'q. Hech kimga keragi yo'q. Chunki qorovulning ichingda. Ma'qulmi? Agar kimdir kuzatuv ostida ekanligini bilib qoladigan bo'lsa, juda ham to'g'ri odam bo'lib qoladi. Aytadi-da, sen deydi, sen nazoratda ekansan, seni kuzatyapti ekan deydi. Bo'ldi, telefondagi gaplarini terib gapiradi.
ijtimoiy tarmoqqa yozayotgan narsalarni o'ylab qo'yib, o'ylab yozadi, o'ylab qadamini bosadi, qo'yinki juda ehtiyotkor bo'lib qoladi. Bu o'zingga o'xshagan odam seni kuzatayotganligini bilsang, kuzatuvda ekanman degan shuur bo'lsa, shunaqa ehtiyotkor bo'lib qolasan. Ha, u diktofon ishlamay qolishi mumkin, yozayotgan bo'lsa. Kamerasi o'chib qolgan bo'lishi mumkin, batareykasi o'chib. Qarang, ana shu kuzatuv qilayotgan taraf seni so'zingni yozib olishi mumkin. Kamera bo'lsa, harakatlaringni tasvirga olib qo'yishi mumkin, lekin u hech qachon qalbingdan nima o'tayotganligini bilmaydi. To'g'rimi? Ammo Alloh azza va jalla albatta biladi. Birodar, Alloh meni doim kuzatib turadi degan shuurni qalbingda doimiy turishi seni saodatli qiladi. Senga qarab turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, qalbingga kelgan, xayolingdan har bitta o'tgan narsadan xabardor. Bu faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsani ustida kuzatib turguchi bo'lgan zotdir. Faqat seni emas. Alloh taoloni kuzatishi faqat seni ustingda emas, butun mahluqotlarning ustida. Seni do'stingni ham kuzatayotgan Alloh, dushmaningni ham. Qushlarni ham, baliqlarni ham, parandalarni ham, darandalarni ham Alloh taolo kuzatib turadi. 3-oyat. Astagfirullah. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguchidir. Allohning biz bilan birgaligi qanaqa? Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga deganda bu umumiy birgalik. Mo'min bilan ham, kofir bilan ham Alloh birga. Uni kuzatib turishi bilan, o'zini ilmi bilan. 4-oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmaydimi? Alloh seni ko'rib turadi, kuzatib turadi. 5-oyat. Astagfirullah. Fa innaka bi ayunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni bizni hifz himoyamizda, bizning kuzatuvimizda. Ya'ni men o'zim qarab turibman sizga degani. Men o'zim kuzatib turibman degani. Demak, inson Allohning nazarida uni ko'rib turadi. Yana bir ma'nosi uni kuzatib turadi, saqlab turadi. Masalan, bu bola otasini ko'zida deb qo'yadi. Bu talaba meni ko'zimda deb qo'yadi. Nima degani? Men o'zim qarab turibman. Men diqqat qilib turibman, nazorat qilib turibman. Bee'tibor qolgani yo'q. Qayerdaligini bilib turibman. 6-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilur. Vey, mana shu muroqaba degan hisni o'zimizda paydo qilib olsak va bu doim tursa, bizdan yaxshi odam qolmaydi yer yuzida. Biz qachon gunohga qo'l uramiz? Qachon yolg'on gapiramiz? Qachon birodar haqqini yeymiz? Qachon namozga beparvo bo'lamiz? Qachon telefondan ko'zimizni uzolmaymiz faxsh chiqqanda? Alloh bizni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'yganimizda. Agar doim Alloh meni kuzatib turibdi degan his qalbimizda, aqlimizda, ongimizda tursa, undan tiyilishlik oddiy narsa. Demak, Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biladi. Bironta mahluq ko'zingizni xiyonatini aniqlay olmaydi. Bu faqat Allohning qudratida. Shuning uchun doim aytamiz, agar bir erkak tabib ayol bemorni ko'rishga to'g'ri kelib qolsa, shariat unga ruxsat beradi, faqatgina ana shu ayolning og'riyotgan a'zosiga qarashlikka. Tamom. Agar ko'zini qarashi mumkin bo'lmagan joyga qaratadigan bo'lsa, buni hech kim bilmaydi. O'zini aytayapti Alloh, ya'lamu xoinatal ayun. Ko'zlarning xiyonatini biladi va qalblar yashirgan narsani ham bilib turadi. 10-qavat. Katta shaharlarda bilasizlar, imoratlar 20 etaj, 30 etaj yonma-yon quriladi. 10-qavatda joylashgan xonangizda yolg'iz o'zi turibsiz. 10-qavatda.
Derazani oldiga kelib qarasangiz, ro'paradagi uyni ichida 10-qavatda bir begona ayol kiyimini almashtiryapti. Sizni uni ko'rayotganligingizni hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Shu yerda Alloh meni ko'rib turibdi degan muroqaba degan hissiz bo'lsa, darrov pardani yopasiz yoki orqangizga qilasiz. Agar shu his bo'lmasa nima qilasiz? Lekin aniq bilasiz. Alloh sizni aniq ko'rib kuzatib turibdi. Nima qilasiz? Ko'zingizni tiyasizmi yo tikilib qarab turaverasizmi? Kameralar qo'yilgan, trenoshkalar qo'yilgan joyga borganda hamma 60 ga tushib oladi. Nimaga? Kuzatuv borda. Kamera yo'q bo'lsa, встречныйga chiqib haydaydi. Nimaga? Muroqaba hissi yo'q. Oyatlar. Astagfirullah va alamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahtaru. Va bilinglarki, Alloh taolo nafslaringizdagi narsani bilib turadi, ehtiyot bo'linglar. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Va Alloh taolo har bitta narsani kuzatib turuvchi bo'lgan zot. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Axir Alloh uni ko'rib turganligini bilmaydimi? Fa innaka bi ayunina. Albatta siz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfi sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, qalblar yashirgan narsani ham biladi. Demak, bu oyatlar muroqaba mavzusini siz bilan bizga bayon qiladi. Bu oyatlarning ma'nolari siz bilan bizga muroqabada doim turishimizni da'vat qiladi. Muroqaba kuzatuv martabasi. Ya'ni Alloh taolo sizni kuzatib turganiga bo'lgan aniq ishonch. Jabroil alayhissalom payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga notanish kishi suratida kelib, islom, iymon, ihson haqida so'radi. Ana shu so'ragan savollarning bittasi islom nima? Islom mana bu 5 ta narsa. Iymon nima? Mana 7 ta narsa. Ihson nima? Anta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishing. Garchi Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Ya'ni Alloh meni doim ko'rib turadi degan e'tiqodda turish va mana shu hisni doimiy suratda qalbingizda bor bo'lishligi sizni muroqaba holiga olib keladi. Muroqaba manzilati nima? Haq subhanahu va taolo bandaning zohiri va botinidagi narsalarini doim bilib turishiga bo'lgan aniq ishonch va mana shu ishonchda bandaning mustahkam va doimiy bo'lishi muroqaba manzilati deyiladi. Aniq ishonasiz, Alloh sizni ko'rib turibdi. Mana shu narsani qalbingizda aniq ishonchi bor va mana shu ishonchda mustahkamsiz va doimiysiz. Savol. Ora-churada, goh-gohida Alloh sizni kuzatayotganligini his qilib qolasiz. Shu narsa ham muroqaba deyilar ekanmi? Yo'q, hozirgi ta'rifda mustahkam bo'lasiz va doimiy bo'lsangiz, keyin muroqaba manzilatiga ko'tarilasiz. Agar mana shu shuur, his davomiy bo'lsa, har qanday holatingizda Alloh sizni kuzatib turganini his qilayotgan bo'lsangiz, uyingizda, ko'chada, yolg'iz qolganingizda, odamlar orasida, hazili jiddingizda, safaru hazaringizda. Agar har bitta holatingizda Alloh sizni kuzatib turganligini his qilib turgan bo'lsangiz, demak siz eng oliy martabaga erishibsiz. Muroqaba martabasiga. Eng muhim martaba, eng foydali martaba Alloh seni kuzatib turganligini his qilishing. Buni qarangda. Haqiqatan shu savolni bersangiz, ha, men doim shunaqaman deya olmaysizda. Gohida taqvoyimiz tutib qoladi. Qiyin bo'lgan ishni ham shart osonlik bilan qilib qo'yamiz. Gohida o'sha qarash harom bo'lgan narsani ko'rganda shart ko'zimizni olib qochamiz. Oson bo'ladi. Gohida o'sha shuur yo'q bo'lib qoladi, tikilib turaverasan. O'rni kelganda shu bir 10 ming so'mni shart berib yuborasan,
Endi 10 kelganda o'sha 50 so'mni ham bera olmaysan. Demak, ana shu his doim tursa, siz uchun ana shu katta gunohlardan tiyilishlik hech narsa bo'lmas ekan. Muroqaba manzilati. Muroqaba birodarlar, bu ilmning samarasi. Sizni ilmingiz yetarli bo'lsa, keyin muroqabaga yetib borasiz. Masalan, katta bir savdo markaziga kirdingiz, biznes centerga. Kirishga yozib qo'yibdi. Markaz video kuzatuvda. Har tomonga qarasangiz, haqiqatan kameralarni o'rnatib qo'yibdi. Har tomonda kameralar turibdi, ko'ryapsiz. Kamerani ko'ziga tushmaydigan bironta joy yo'q. Mana shu savdo markazini har bitta burchagini kameralar suratga, tasvirga olib turibdi. Endi shuni ko'rib, bilib, boyaga e'lonni o'qib turib ham biror narsani cho'ntagingizga o'g'limcha savolishligingiz aqldan bo'ladimi? Yo'q. Nimaga siz o'g'illik qilmaysiz? Chunki sizda bilim bor. Kamera nimaligini bilasiz va uni yozayotganligini bilasiz, kuzatuvdaligini bilasiz. Bilishingiz sizni to'g'ri bo'lishga majbur qilyapti. Endi shu savdo markaziga ikkinchi odam keldi. Sahroyi. O'qishni ham bilmaydi, yozishni ham bilmaydi, video kamerani ko'rmagan, uni nima ish qilishini tasavvur ham qilmaydi. Bu xat harakatlari yozilib turishini bilmaydi. Bu odam nima qilishi mumkin endi? Bir burchak o'rtada hech kim yo'q joyda ko'rib turib, hech kim ko'rmayapti deb cho'ntagiga savoladi bir narsani. Nima uchun o'g'irlik qildi u? Ilmsizligi uchun, bilimsizligi uchun. Oldi, markazdan chiqib ketayotganda ushlanadi, sharmandalik. Demak, muroqaba bu ilmning samarasi. Innama yaxshalloha min ibadihil ulama deydi Alloh taolo. Albatta bandalar orasida Allohdan ko'proq qo'rqadiganlar olimlar. Nima uchun? Ular Allohni boshqalardan yaxshiroq taniydi-da. Ular Allohni boshqalardan yaxshi tanigani uchun, rizq nima ekanligini boshqalardan yaxshiroq tushungani uchun yolg'on ham gapirmaydi savdosida. Harom harishga ham qo'lini urmaydi, xotirjam bo'ladi. Uyindasan, seni hech kim ko'rmayapti, xohlagan ishingni qilishing mumkin. Mana shu joyda o'zingizni kimligingizni sinang. Televizorni qo'yib o'tiribsiz, o'zingizga shu bir faxsh narsa chiqib qoldi. Shu yerda o'zingizni kimligingizni sinang. Qoida. Yolg'iz qolganida ham bandani ma'siyatdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning biron amaliga parvo qilmaydi. Qaytaramiz. Bir banda yolg'iz qolganda ham uni shu yolg'iz qolgan holatda gunohdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh bunaqa bandani bironta amaliga parvo qilmaydi. Chunki uni amallari riyo, xo'ja ko'rsin, suma. Buni o'rniga ko'chada ham bir xil, uyda ham bir xil bo'lsa-chi? Siri oshkorasi bir xil bo'lsa-chi? Mana shu odam haqiqiy najotga erishadi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytadilar: "Rak'atani min wara'in khayrun min alfi rakatin min mukhallatin." Taqvo bilan, vara' bilan o'qilgan 2 rakat namoz gunoh savob aralashib o'qilgan 1000 rakat namozdan afzal. Demak, muroqaba ilmni samarasi ekan. Allohni qancha yaxshi tanisangiz, dinni qancha yaxshi tushunsangiz, demak muroqabangiz martabasi, darajasi shunga yarasha bo'ladi. Muroqaba martabasi haqida aytilgan so'zlar. Kim doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas, Alloh bu bandani adashib ketishdan saqlaydi. Bu doim hayolingizda, o'yingizda turishni misoliga Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan ana shu sahrodagi bir cho'ponni hodisasi bizga misol bo'ladi. Umar ibn Xattob xalifa safarda ketyapti, hamrohlari bilan sahroda bir qulni qo'y haydab yurganini ko'rdi. Haligini sinamoqchi, imtihon qilmoqchi bo'ldi-da, chaqirib turib, qo'ylardan bittasini menga sotmaysanmi dedi. Haligi aytdi, men qulman. Qo'ylar meniki emas, qo'ylar sayyidimniki dedi. Menga pul kerak dedi. Ha, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini sotaver, pulni beraman senga dedi.
Deganda cho'pon aytdiki, xo'jayinim oldida men ishonchli odamman. Agar bo'ri yeb ketdi desam ishonadi. Ammo Allohchi dedi. Ana, doimiy suratda Allohning yodida tutib turishligi, Alloh uni kuzatib turganligini his qilganligi shu gapni aytishiga sabab bo'ldi. O'sha boya gapda, o'sha yolg'iz qolganingizda gunoh ro'paringizga kelganda shart yuzi o'gira oldingizmi? Demak, Alloh yodingizda turuvdi. Gohida inson o'zini o'y hayoliga erkinlik beradi. Shunda uni ko'nglidan Alloh norozi bo'ladigan ishlar o'tadi. Ma'siyatni tasavvur qiladi va o'sha ma'siyatni qilayotganligini ko'z oldiga keltiradi. Allohdan uni uzoqlashtirib qo'yadigan amallarni o'ylay boshlaydi. Agar mana shunday holat o'zini oqimiga tashlab qo'yilsa, katta gumon bilan ana shu o'y hayollar amalga aylanib ketadi. Alloh azza va jalla bandaning hayoliga kelgan narsa uchun hisob-kitob qilmaydi, jazolamaydi. Bu aniq. Ko'nglimizdan, hayolimizdan o'tgan narsaga bizni Alloh taolo hisob-kitob qilmaydi. Ammo hozir aytyapmiz, agar banda o'yiga, hayoliga kelgan narsani o'z holiga tashab qo'ysa, gunoh, ma'siyat bo'lgan fikrlarni to'xtatmasa, jilovlamasa, bir kun kelib oyog'ini toyilib ketishi bor. Ana shu o'y fikrlar amalga aylanib ketishining xavfi bor. Ana shu katta gunohlarni qilib qo'ygan odamlar bor. Ular ham o'zi aslida mana shu gunohni qilishni xohlashmagan. Shunga kirib qolishdi, oyog'i toyilib ketdi. Nimaga? Hozir biz aytayotgandaqa o'y fikriga erkinlik bergan, o'sha qarash kerak bo'lmagan tomonga bir qarab qo'ygan, ikki og'iz hazillashib bir so'z otgan, tabassum qilgan, gaplashgan, va'dalashgan, uchrashgan, keyin faxsh bo'lgan. Demak, ana shu katta gunohlarga kirib qolganlarni, shu gunohga tushib qolishligining asosiy sababi o'y hayoliga erk berishlik. Shuning uchun ehtiyot yuzasidan, taqvo yuzasidan o'y hayolingga erkinlik berma, birodar. Gunoh, ma'siyat haqida fikr qilma. Ha, bu o'y fikring uchun hisob-kitob qilinmaysan, ammo buni orqasida katta xatar bor. Vaqt o'tishi bilan ana shu o'ylaring sekin-astalik bilan amalga aylanib qolishi mumkin. Voqelikda ana shu ma'siyatga duch kelgan paytingda unga qarshi turgani zaiflashib qolasan. Insonni o'yidan, insonni qalbidan o'tadigan narsa 6 xil bo'ladi. Shundan 3 tasiga gunohkor bo'lmaydi, qolgan 3 tasiga gunohkor bo'ladi. Agar bir odam hayolida dindan chiqsammi deb o'yga borsa, dindan chiqib ketadimi, yo'qmi? Niyat qalbning ishi bo'lganligi uchun avvalo qalbda niyatgacha bo'lgan bosqichlar borligini bilib qo'yishimiz kerak. Qalbni biror narsaga qanday bog'lanish haqida Ibn Hajar rahimahulloh alayh Ibn Abi Jamradan quyidagi rivoyatni keltirgan. Qalbga keladigan narsalar quyidagi tartibda bo'ladi. 6 ta. Al-hammatu, birinchisi, ko'ngilga kelish. Al-lammatu, ikkinchisi, istek paydo bo'lish. Al-xotoratu, uchinchisi, o'y fikr kelishi. Ko'ngilga kelish, istek paydo bo'lish, o'y fikr kelish. Bu 3 taga gunohkor bo'lmaysiz, chunki buni siz nazorat qila olmaysiz. 4-inchisi, an-niyatu, niyat qilish. 5-inchisi, al-irodatu, qasd qilish. 6-inchisi, al-azimatu, azmi qaror qilish. Mana bu 3 tasiga gunohkor bo'lasiz endi. Ma'qulmi? Birinchi 3 tasi ko'ngilga kelishi, istek paydo bo'lishi, o'y fikr kelishi, bu siz kontrol qila olmaysiz, nazorat qila olmaysiz buni. Unga gunohkor bo'lmaysiz. Ammo undan keyingi 3 tasi niyat, qasd, azmi qarorga gunohkor bo'lasiz. O'shuning uchun boshidagi 3 tani yo'q qilib qo'ying-da. Keyingi 3 talikka yetmay qo'rasiz. Auzu billahi minash shayton. Shayton nimalarni olib kelmaydi hayolingizga? Shunaqa bir noma'qul, umuman insonning tabiatiga to'g'ri kelmaydigan fikrlarni, o'ylarni olib kelgan paytda inson boshida bo'g'ib qo'ysa bu fikrlarni, keyin niyat qilmaydi, qasd qilmaydi, azmi qaror bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bunlar o'sha oxirgi 3 tasida gunohkor bo'ladi. Yana bir karra takrorlaymiz. Kim
doim Allohni o'zining fikrida, o'yida tutsa, kuzatib turganini qalbi bilan his qilsa, bas Alloh unday bandani adashib ketishlikdan saqlaydi. Endi siz gunohni hayolingizga kelganda qaytarib tursangiz, oyoq qo'lingiz bilan gunoh qilmaysiz-da. Nozik ma'no. Kim shubhali ishlardan o'zini tiysa, ochiq oydin bo'lgan gunohlardan tiyilishda yana ham qattiqroq bo'ladi. Shubhali ishdan o'zini tiya oldimi? Gunoh emasligi shubhali bo'lib turgan narsadanki o'zini tiya oldimi inson? Endi haromligi ochiq oydin bo'lgan ishlarda yanada qat'iyroq bo'ladi. Shubhalikni tark qilishlik insonni taqvosiga dalolat qiladi. Endi shubhali narsalarga tushib qolgan odam ochiq oydin bo'lgan gunohga ham kirib qolishiga oson bo'ladi. Qasddan, jur'at bilan odamlarning nazdida shubhali bo'lgan gunohni sodir qilsa birov, keyinchalik ochiq oydin gunohni ham sodir etishlikka unda jur'at paydo bo'ladi. Junayd rahimahulloh aytadi, kim muroqaba manzilasiga, martabasiga yetgan bo'lsa, u banda Allohga ibodat qilinmasdan biron lahza o'tib ketishidan qo'rqadi. Ya'ni bugungi kuni bekor o'tdi deydi. Dehqon odam ekadigan sezoni bor. Va bir ustalarda bir mavsumi borki, ana shu mavsumini bir kundan ham o'tib ketishini xohlamaydi, chunki sezon tugasa yana bir yil o'tirish kerak bo'ladi. Endi muroqaba manzilatiga yetgan odam Allohga ibodat qilinmasdan biror kuni o'tib ketishini, biror lahzasi o'tib ketishini xohlamaydi. Ya'ni bugun bir pora Qur'on o'qish kerak, o'qimadi. Alamda qoladi. Ertalabda aytadigan zikrlari bor edi, qolib qoldi, alam qiladi, o'tib ketdi. Ya'ni agar banda muroqaba manzilatida bo'ladigan bo'lsa, agar banda doim Alloh u bilan birga ekanini, doim uni kuzatib turganini, sirri oshkorasini bilishini his qilsa, shunda hayotini har bir lahzasi ibodatsiz o'tib ketishligidan, vaqtini zoyi bo'lishidan qo'rqib yashaydi. Zunnun aytadi. Muroqabaning alomati. Mana biz o'sha muroqaba holatiga yetdikmi? Biz muroqaba martabasiga yetdikmi? U kishi aytadi, muroqabaning 3 ta belgisi bor deydi. Qarang, nechtasi bor sizda? Agar shu uchalasi bor bo'lsa, siz muroqaba martabasiga yetibsiz. Mana kechagi darsimizda Umar ibn Xattob xalifa bo'lib turgan paytda radhiyallohu anhu sahrodagi bir cho'ponni, bir qulni sinadi. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, bittasini menga sotib olaver dedi. Bu qo'y sayyidimiki, men qulman. Menga pul kerak. Bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan desa, agar shunday desam, sayyidim ishonadi menga. Men ishonchli odamman sayyidim uchun. Lekin Allohchi dedi. Muroqabaning alomati. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal bilishing. Din, islom, taqvo, iymon eng afzal narsada bilsiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, Alloh ulug' sanagan narsani siz ham ulug' sanasiz. Uchinchisi, Alloh past, haqir sanagan narsani siz ham past deb sanasiz. Birinchisi, Alloh nozil qilgan narsani hamma narsadan afzal deb bilsiz. Alloh ulug' sanagan narsani ulug' deb bilsiz. Alloh past, haqir deb sanagan narsani siz ham haqir, past narsa deb biladigan bo'lsangiz, demak siz muroqaba martabasida ekansiz. Ya'ni o'zingizni qarang, nafsingizni kuzating. O'lchov tushunchalaringiz, qadriyatlaringiz, tasavvurlaringiz kitob-u sunnatga muvofiqmi, yo'qmi? Agar biz ham Alloh past sanagan narsani past sanab, ulug' sanagan narsani ulug' sanayotgan bo'lsak, demak biz mana shu martabaga yaqinlashibmiz. Mana qaranglar-da prinsiplarni. Agar biz Alloh aziz sanagan narsani aziz deb bilmasak, Alloh xor deb bilgan narsani xor deb bilmasak, demak bizni prinsiplarimiz hali johil ekan, qilayotgan amallarimizning mukofotini kelishini, kechikishini ko'raveraylik
yoki umuman kelmasligini kutaveraylik. O'shuning uchun hech duoim ijobat bo'lmayapti ekanda. O'shuning uchun qilgan sadaqalarimning mukofotini ko'rmayapman ekanda. Birodarlar, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun deydi Qur'onda Alloh. Ogoh bo'linglar. Allohning valilari, do'stlari bor deydi. Kim ular? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ikkita sifati. Biz hammamiz Allohning valisimiz qaysidir darajada. Birinchisi alladina amanu, iymon keltirgan va kanu yattaqun, taqvo qilgan. Iymon alhamdulillahi robbil alamin hammamizda kalimani aytishlik bilan iymon bor. Endi undan keyingi holat taqvo. Taqvoingiz qancha yuksalsa, Allohga bo'lgan valiligingiz shuncha ko'tarilaveradi. Allohga qancha valiligingiz yaqin bo'lsa, duoyingizning ijobati ham tezroq bo'ladi. Bergan biringizni 70 bo'lib kelishi ham tezroq bo'ladi va qilgan xatoyingizni jazosi kelishi ham tezlashadi. Bu yog'i ham bormi, domla? Bu yog'i ham bor. Chunki Allohga yaqin bo'lgan bandani Alloh yaxshi ko'radi. Gunoh qilsa, shunga qaytib yurmasin deb tezda jazo beradi, to'xtatsin deydi. Agar bizni fikrlarimiz, o'lchov tushunchalarimiz, prinsiplarimiz johiliy bo'layotgan bo'lsa, qilayotgan amallarimizning mukofoti kechikadi yoki umuman kelmaydi. Qarang, tushunchani. Bir odam pijama bilan ko'chaga chiqsa, shu pijama bilan ko'chaga chiqsa, bu nima deyiladi? Bu madaniyatsizlik deydi. Qani kultura deydi. Qoloqlik deydi. Betarbiyalik deyiladi. Bu yomon narsa deb hisoblanadi. Ammo ayol kishi zamonaviy modniy kiyimlarni kiyib, avratlarini ochib, ustiga xushbo'y atirlarni sepgan holda ko'chaga chiqsa-chi, bu taraqqiyot, madaniyat, peshqadamlik, yaxshilik deb hisoblanadi. Mashada aytyapmiz, prinsiplar tuzalish kerak edi. Odamlarni qarang. Odamlar nimalarni ulug' sanashyapti? Alloh xor sanagan narsalarni ulug' sanab yurishibdi. Alloh ulug' sanagan narsani haqir deb bilishyapti. Ayollar avratlarini yopib yursa, yoshlar har xil tungi klublarga bormasa, ichkilik ichmasa, ular aytayotgandagi g'arb tushunchasi bilan yashamayotgan bo'lsa, bular deydi, qoloq odamlar deydi. Odamlarni qarang. Kimlar ulug' insonlar, kimlar peshqadam, ibrat bo'ladigan odamlar deyapti? Sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar, futbolistlar. Insof qilinglar. Bir odam 10 yil maktabda o'qiydi. Yana bir 10 yil universitetda o'qiydi. Yana bir 20 yil ilmiy ish bilan shug'ullanadi. Zamonasi uchun, yurti uchun katta bir ilmiy kashfiyotni qiladi. Odamlarning hayotini yengilligiga sabab bo'ladigan zo'r kashfiyotni qiladi. Birov tanimaydi ham uni. Unga beriladigan mukofot ham aytilinadigan mukofot emas. Ammo oyoq qo'lida joyida bo'lib, sal top tepishni bilgan bola 1 yilda 100 million dollar daromad qiladi. Modopini menga qo'yib o'ylanib ko'ringlar-da. Bitta top tepishni chiroyli eplagan odam 1 yilda 100 million dollar pul topishi aqlga, mantiqqa sig'adimi? Boyaga biz aytgan kashfiyotni qilgan odamlarning rakiga davo topdi. Ekologiyani bir tuzalishiga sabab bo'ladigan bir kashfiyotni qildi. Benzin yoqmayapmiz, salarka yoqmayapmiz, shunaqa bir texnologiyani o'ylab topdi. Yo'q. O'shuning uchun futbolist bo'ladi bolam deydi-da. Bitta kinoda o'ynab berish uchun 30 million dollar oladi gonorariga. Bitta kinoda o'ynab berganiga, aktyor. Aytinglar, shu aqldanmi? Insofdanmi shu? Yana bitta klipini orqasidan palonchi qo'shiqchi dedi 5 million dollar foyda ko'rdi deydi. Nima edi u? Nima edi u? O'shuni o'tirib ko'rib odamlar 5 metrdan 6 metrdan qaytarib ko'rib. Mana nima uchun ummatning ahvoli mana shu holatda. Ibrat, kumir, namuna bo'ladigan odamlar Imom Navaviy, Ibn Sino, Beruniy, Imom Termiziy, Burxoniddin Marg'uloniylar emasda, qo'shiqchilar, aktyorlar, sportsmenlar. O'sha sportchilar, aktyorlar, qo'shiqchilar Allohning nazdida qadri qancha edi? Bu bilan hech kimning ishi yo'q-a?
Qoidamiz qanaqa edi? Agar Alloh haqir sanagan narsani ulug' deb bilayotgan bo'lsak, Alloh ulug' degan narsani haqir, past deb bilayotgan bo'lsak, bizi hali o'lchov tushunchalarimiz johiliy ekan. Shunaqa o'lchov tushuncha bilan yashab qilayotgan ibodatlarimizning mukofotini kechikishini yoki umuman kelmasligini ko'rib, shunga tayyor turaverdik. Havas qilinadi shunga o'xshagan odamlar. Falonchi deydi, shayxni deydi, Arabistondagi shayxni garajida 300 ta qimmat mashinasi bor ekan deydi. Ammo ana shu shayxni moncha masjid qurib beribdi deganini gapirmaydi biroq. Qilgan bo'lsa ham yoki Afrikada faloncha bir qabilaga 10 ta quduq kavlab beribdi degan gapi yo'q. Uni gapirmaydi, reklama qilmaydi. Falon shifoxonaga moncha million dollar infoq qildi, faloncha kasal bo'lganlarga mana bu obordoniy olib beribdi degan gapi yo'q. Muhimi ana shularning qo'lida katta dunyo bor. Agar qo'lida dunyosi katta bo'lsa-la, u zo'r bo'lsa, Alloh azza va jalla kofirga bir tomchi ham bermasdi bu dunyodan. Payg'ambarimiz aytganlar, agar bu dunyo ichidagi hamma boyligi bilan Allohning nazdida chivinning qoratishalik qadri bo'lganida, mana shu dunyoning boyligidan kofirlarga bir qush, bir tomchi suv ichganchaligini ham bermasdi deydi. Zo'rda qara, mashinasini qara, 1 million dollar turadi mashinasi. Qarama, qo'ldagi soatni moncha dollarga oldi deydi. Har kuni restoranda o'tirar ekan. Soqol ma'dan masjidda namoz o'qiydi, zikr aytadi, lekin qalbi qayerda? Sen birodar o'zingga qara, ahvolingga qara. O'lchov tushunchang qanaqa? Qadriyatlaring qanaqa? O'y, hayollaring kitob-u sunnatga muvofiq keladimi, yo'qmi? Shuning uchun payg'ambarimiz aytganlar: "Tuba liman wasi'athu sunnatu va lam tastahwihi al-bid'atu." Sunnat uni qamragan va bid'at unga ta'sir qilmagan kimsaga tubo bo'lsin. Ya'ni sunnat bilan yashayotgan va bid'atdan uzoq bo'lgan odamga tubo jannati bo'lsin deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ibrohim al-Xavvos aytadi, muroqaba insonning botini ham, zohiri ham, siri ham, oshkorasi ham Alloh uchun xolis bo'lishligi. Yana aytiladi. Bu yo'lda inson qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa nafsini hisobga tortib turishi, o'zini nazorat qilishi, amallarini shariat hukmiga muvofiq amalga oshirishidir. Nafsingizni kuzating, keyin hisob kitob qiling. Masalan, imtihon bo'lsa, bir talabani kuzatamiz, shpargalka qilyapti, xullas hiyla-naring qilyapti, unga baho qo'yamiz. 2. Kuzatdik va baho qo'ydik. Agar banda o'zini nafsini kuzatsa, muroqaba qilsa, keyin hisob kitob qilsa va mana shu holati davomiy bo'lsa, qilayotgan amallarini shariatga muvofiq bo'lishiga yetib boradi. Kuzatdi, hisob kitob qildi, shu bilan shariatga muvofiq bo'lib qoldi. Siz yaxshi bir ustasiz, yo bir yaxshi bir voizsiz. Qo'yingki, siz atrofingizda odamlar jamlanishdi. Bunga g'ururlanmaslik kerak, aldanmaslik kerak. Chunki ular sizni zohiringizga ko'rib turishibdi-da. Sizni qalbingizni kim ko'rib turibdi? Sizni odamlar yaxshi deb o'ylab atrofingizga yig'ilishyapti. Lekin sizni ichingizda nimalar o'tayotganligini ular bilmaydi-da. Siz aqlli, xushyor odamsiz albatta. O'zingizni odamlarga solih inson qilib ko'rsata olasiz. Ammo al-Vahidi dayyan bo'lgan, ar-Roqib bo'lgan Alloh sizni qalbingizni ham kuzatib turadi. Shuning uchun ertaga Allohning huzuriga borganimizda Alloh bizni hisob kitob qilishidan avval o'zimiz shu dunyoda hisob kitob qilib turishimiz kerak. Hammamiz bitta narsani so'raymiz. Parvardigor, o'zing saqlagin. Balo qazodan, musibatlardan, kasalliklardan, tuhmatdan qo'yingki panoh tilaymiz, Alloh meni saqla deymiz. Lekin birodarlar, ulamolar aytadi, Alloh sizni saqlashini shartlari bor. Shu shart sizda bo'lsa, Alloh sizni saqlaydi. Nima u shart? Ulamolar ittifoq qilishgan narsa shuki, banda Allohning kuzatib turishini esdan chiqarmasa,
o'y xayolida Allohning muroqabasi doim tursa, Alloh uni saqlaydi. Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqarmaysiz. Doim kallangizda Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz bo'ladi. Shunday bo'lsangiz doim Alloh sizni saqlaydi. Zohiringizni ham, botiningizni ham. Allohning go'zal ismlari bor, qarang. Al-Hafiz, saqlab qo'yuvchi. Ar-Raqib, kuzatib turuvchi. Al-Alim, o'ta biluvchi. As-Sami', o'ta eshituvchi. Al-Basir, o'ta ko'ruvchi. Mana shu 5 ta ismning hammasi muroqabani ma'nosini ifodalaydi. Gapirsangiz o'ta eshitadi. Harakatlansangiz ko'radi. Bir narsani o'ylasangiz uni ham biladi. Uyingizdan chiqsangiz kuzatib turadi. Bir amalda qilsangiz yozib saqlab qo'yadi. Xullas, hamma narsang Allohning huzuridagi bitta sahifa yozib qo'yilgan. Sen birodar doimiy suratda muroqabadasan, kuzatuvdasan. Alloh azza va jalla faqatgina kuzatib turmaydi. Bandani qilgan ishini kuzatib turib, keyin mukofot ham beradi, jazo ham beradi. Sulton, mansabdor odam, podshoh ishingizni kuzatib turadi. Odam qo'yib qo'ygan kuzatib turdi. Xatolaringizni, qonunni buzayotganligingizni yozib, chizib, papkaga joylab degandek to'plab turadi. U bitta ish, endi keyin jazolaydi ham u. Alloh taolo bandani kuzatib, uni qilgan ishi uchun jazolanmoqchi bo'lganida, uni jazosidan, uni iqobidan hech kim qochib qutula olmaydi. Astagfirullah. Inna robbaka labil mirsad. Shak shubhasiz Parvardigoringiz barcha narsani kuzatib turguvchidir. Kuzatib ham turadi, keyin jazolaydi ham. Od qavmini Alloh taolo kuzatdi, keyin nima bo'ldi? Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi'ad. Ey Muhammad alayhisalom, Parvardigoringiz Od qabilasini qanday halokatga duchor qilganini ko'rmadingizmi? Kuzatadi, jazo beradi. Uyingizga 5-kursda o'qiydigan o'rtog'ingiz, do'stingiz, student mehmon bo'lib keldi. Tasavvur qiling. Peshqadam talabalardan u bilan o'tirib gaplashib, suhbatlashib o'tiruvdingiz. Uni orqasidan mana shu student o'qiydigan universitetni professori kirib keldi. Yoki ana shu jamiyaning rektori kirib keldi. Olim odam, jamiyatda martabasi baland, hurmati baland. Haligi studentni qo'yib, professor bilan, rektor bilan ovora bo'lib ketasiz. Salomlashasiz, tabassum qilasiz, choy qilib uzatasiz. Xullas, diqqat e'tiboringiz mana shu rektorga qarab qoladi. U rektorning kelganligi uyingizga kelgan student o'rtog'ingizni esdan chiqargizib qo'ydi. Keyingi kelgan odam avvalgi kelgan odammi? Keyingi kelgan mehmon avvalgisini unuttirib qo'ydi. Ya'ni bitta narsa ikkinchi narsani unuttirib qo'ydi. Bir narsa boshqa narsani unuttirib qo'ydi. Shuning uchun siz musulmon sifatida tijoratingiz, do'koningiz, ulpatingiz, kayf safoingiz, xullas qaysidir narsalaringiz sizni Alloh kuzatib turganligidan unuttirib qo'ygan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Qaytaramiz. Tijoratingiz, ulpatlaringiz, kayf safoingiz, huzur halovatingiz, hobbilaringiz Alloh sizni kuzatib turganligini esdan chiqargizib qo'ydimi? Bu juda ham xatarli holat. Haqiqiy muroqabaning belgisi. Sen uchun ulug', muhim bo'lgan har qanday narsa Alloh seni kuzatib turganini esingdan chiqarib yubormasligi sening muroqabangni haqiqiy ekaniga dalil bo'ladi. Namozni har qanday holatda o'qiysan. Ro'zani har qanaqa sharoitda tutasan. Kunlik zikrlaring bor, seni hech narsa undan chalg'itmaydi. Tushunarlika, har qanday muhim ish sizni unuttirib qo'ymayaptimi? Alloh meni ko'rib turibdi degan shuuringiz yo'q qilib qo'ymayaptimi? Demak, sizni muroqabangiz haqiqiy muroqaba ekan. Shuning uchun ham Allohning ahllari, Allohga yaqin bo'lib qolgan bandalar, sodiq mu'minlarning zehnlaridan Alloh bizni kuzatib turibdi degan shuur hech qachon ko'tarilmaydi.
Allohni ulug'lashlari ularni qalblarini boshqa narsalar bilan ovora bo'lishdan to'sib turadi. Agar qalb chinakamiga Allohni ulug'lash bilan band bo'lsa, uning bu bandligi uni boshqa narsalarga parvo qilmaslikka yetaklaydi. Endi agar bir banda Alloh meni kuzatib turibdi degan muroqaba shuuri haqiqiy bo'ladigan bo'lsa, boshqa narsalarga parvo qilmaydi. Anchadan beri bir katta muammoingizni hal qila olmay turibsiz, katta muammo bor. U muammoni hal qilmasangiz, katta mablag'ga kuyib ketasiz. Endi ro'parangizda ana shu muammoingizni hal qilishi mumkin bo'lgan o'tiribdi. Martabasi, mansabi, hurmati baland bo'lgan odam. Uni oldida o'tirar ekansiz, qanaqa o'tirasiz? Odob bilan o'tirasiz, axloqingizni go'zal qilasiz, ortiqcha gapirmaysiz, tasbihingizni tiqir qilib o'tirmaysiz, achchig'ini keltirib qo'ymay. Mendan xafa bo'lib qolmasin. Nima uchun bunchalar e'tiboringa? Chunki bu odam sizning muammoingizni hal qilib berishlikka nimasi bor? Imkoni bor-da. Sizga foydasi tegishi mumkin. Uni kimligini bildik, bizga qanaqa foyda keltirishi mumkinligini bilganimizdan keyin uni ko'nglini ovlashga shu darajada bir kirishamizki, boshqa hech narsa ko'zimizga ko'rinmaydi. Demak, muroqaba manzilatiga yetgan odamni biron narsa ibodatidan chalg'ita olmaydi. Hali aeroportda qarasanglar, gazetani savolib yoki kurtkasini tashlab olib namoz o'qiyotgan odamni ko'rasiz. Yomon maza qilasiz-da. Pasatga e'lon qildi. O'tiribdinaqa pasat ishini dirjit yetib o'tkazyapti samolyotga. U nima qiladi? Shunday masala kurtkasini tashlab namoz o'qiydi. Demak, uni qalbida muroqaba hissi bor. U muroqaba manzilatiga yetgan. Namozni har qanaqa holatda o'qiydi. Demak, muroqabaning lavozimlaridan Allohni ulug'lashlik bilan band bo'lib, boshqa narsalarga parvo qilmaslik. Mana shu muroqabaning lavozimlarining birinchisi, ikkinchi lavozimi Alloh tarafiga qarab yurish va ana shu sayrda davomli bo'lish. Munofiqni ko'rmaysizmi? Katta gunohni qilib qo'yib, ustiga pasha qo'nganchalik ham bir xavotir olmaydi. Endi mo'minchi? Mo'min pashadek kichkina qilib qo'ygan gunohini shuni kasofati boshimga kelib uram ekan deb qo'rqib turadi. O'lchov. Nozik o'lchov. Mana shu o'lchovga solib keraklik o'zimizni. Allohning nazdidagi martabang yuksalgani sari, Allohning nazdida martabang yuksalgani sari, qilgan kichkinagina gunohing ham ko'zingga tog' deb bo'lib ko'rinadi. Allohning nazdida qadring pasaygani sari, qilgan katta tog'dek gunohing ham ko'zingga arzimas bo'lib ko'rinadi. Nima bo'pti deydi? No, tavba qilyapti deydi. Mana endi shundan bilavering, sizni Alloh qadrlayaptimi, qadrlamayaptimi? Kichkina qilib qo'ygan gunohingiz bezovta qilyaptimi? Katta qilib qo'ygan gunohingiz sizga umuman bir ta'siri bo'lmayaptimi? Shundan bilavering. Qilgan gunohingizdan qanaqa ta'sirlanyapsiz? Mana shu haqiqiy o'lchov bo'ladi. Fosiq odam katta gunoh bo'lgan bir so'zni aytadi-da, xotirjam qilaveradi. Hech narsa bo'lmagandek. Endi mo'minchi? Shunga o'xshagan so'z tilidan chiqib ketsa, jahl ustida, bilmasdan, achchiqdan aytib olsa, istirobga tushadi, siqiladi, o'ylanadi, pushaymon yeydi. Xuddi osmondan qulagan odamdek o'zini his qiladi. Yana qaytaramiz. Qadrimiz ko'tarilgani sari Allohga kichkina gunoh ham bizni bezovta qiladigan bo'lib qoladi. Allohning nazdida qadrimiz tushgani sari katta gunohni qilib qo'yib ham spokойно turaveramiz. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekaningni kuzatib turganini his qilishing. Alloh sen bilan birga ekanini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning hech bir boshqa ishida bunday xursandchilik topilmaydi. Yana bir marta o'qib beraman. Alloh seni to'g'ri yo'lda ekanligingni kuzatib turganini his qilishing, Alloh sen bilan birga ekanligini bilishing qalbingda shunday bir ulkan quvonchni paydo qiladiki, dunyoning boshqa hech bir ishida bunday xursandchilik topilmaydi.
Dunyoni hammasini qo'lga kiritgan odamlardan so'ra. Eng hashamatli maskanda yashaydi. Eng shirin lazzatli taomlarni yeydi. Tabiatda eng go'zal manzaralarda turadi. Ko'ngli istagan narsani qilgan. Dunyoni hamma kengchiligiga erishadi. Dunyoni maishatiga ko'milib yashagan odamlar agar ular Allohni tanishganida, Allohga yaqin bo'lishligini, halovatini totib ko'rishganida aytishardiki, Allohga qasam, dunyoni shuncha lazzati va huzur halovati Allohga iqbol qilishning bir lahzasiga ham teng bo'la olmaydi deyishgan bo'lar edi. Biz nimaga dunyomizni zo'r deyapmiz? Mashinam yangi, uyim chiroyli, xotinim chiroyli, o'g'lim bor, qizim bor, hayotim zo'r, shikarli, nimaga bunaqa deyapmiz? Chunki jannat ko'rmadingda hali. Jannatga kirganimizdan keyin bu dunyo hech narsa emasligini ko'rib qolamiz. Endi dunyoda turib ham hamma kayf, safo, huzur, halovatda yashayotgan odam Allohni tanimay yashayotgan bo'lsa va unga Allohga yaqin bo'lish, Allohni tanishlik degan narsani toptirib qo'ysangiz, mononasiga parvo qilmay qo'yadi. Ma'qulmi? O'shuning uchun o'zini osib o'ldiryapti-da g'arbdagilar. Suitsidni eng kattasi o'sha g'arbda. Amerikada, Yevropada, o'sha Shvetsiya, Skandinaviya o'lkalarida. Bo'lmasam, mana shu dunyoviy hayoti, maishati zo'r. Nimaga o'zini osib o'ldiryapti? Nimaga hayotdan to'ygan? Chunki bu dunyo matohi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha zo'r bo'lsin, malollantiradi, zeriktiradi. Dunyoning hech qaysi matohi senga doimiy saodat shuurini bermaydi. Qaytaramiz, dunyoning hech qaysi matohi, go'zalligi doimiy qalbingizda xotirjamlikni, saodatni bermaydi. Mashina olgan kuningiz qanaqa xursand bo'lgansiz? U nevajna qanaqaligi, zato o'zingizniki, endi o'zingizdagizda mashinangiz bor. Rosa xursand bo'lgansiz. Uy oldingiz, uyingiz yo'q edi. Bu juda katta narsa erkak kishi uchun, o'g'il bolaga. O'zimni uyim endi deysiz, choldi bordir, tomoq eshig'idir, zato o'zingiz uyingiz. Rosa xursand bo'lasiz. Qancha? Aytingchi, dunyoni qaysi matohi sizga doim qalbingizga mana shu xursandchilik, saodat, baxt shuurini beradi? Hech qaysisi. Ana shu biz aytayotgan dunyoni hamma xayriyatiga ega bo'lgan odamlar Allohni tanimasdan, Allohga yaqin bo'lishligini mazasini bir marta totib ko'rishsa, nima deyishar edi? Allohga qasam, dunyoni ichidagi shuncha lazzatli, huzur, halovati Allohga yaqin bo'lishni bir sekundiga ham teng bo'lmas ekan deyishardi. Agar mo'min, chinakam mo'min, Allohga yaqin bo'lgan, iymonda halovatini totib ko'rgan mo'min aytsa, yer yuzida mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q desa, qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Bundan ko'ra baxtliroq odam bor, agar u odam bundan ham taqvoliroq bo'lsa. Yer yuzida agar u mendan taqvoliroq bo'lmasa, mendan ko'ra baxtliroq odam yo'q deb qasam ichsa, qasamida adashmagan bo'ladi. Birodarlar, dunyodagi eng go'zal narsalarga erishgan odam, eng afzal narsalarni qo'lga kiritgan inson, ko'ngli istagan narsaga qo'li yetadigan odam, agar Allohni tanimagan bo'lsa, Allohga yaqin bo'lishligini, halovatini totib ko'rmagan bo'lsa, bu banda hech narsani totib ko'rmabdi. Nima uchun? Bu dunyoning go'zal narsalari. Ularga Alloh taolo go'zallikdan bir nasiba bergan. Ana shu nasiba tufayli ular go'zal. Bitta ulush, bir qismi go'zallikni. Endi go'zallikni asli bo'lgan Alloh taoloni o'zini tanisangizchi. Go'zallikni asli kim? Al-Jamil bo'lgan Robbimiz. Hey, ukalar, yoshlar, o'ylamanglar. Agar men Allohni tanisam, Allohni topib, unga yaqin bo'lsam, bu dunyoni xayriyatlardan mahrum bo'lib qolaman ekan. O'ylamanglar. Agar Allohni topsangiz, unga yaqin bo'lishlikning huzurini qanaqa ekanligini bilib totib ko'rsangiz, bu dunyoning matohi siz uchun hech narsa bo'lmay qoladi. Faqat Alloh deb yashaysiz, o'shunda siz intilib yetib topa olmayotgan dunyoning matohini Alloh oyog'ingiz tagiga sochib qo'yadi. Bu Allohning va'dasi. Kim hamma g'amini
bitta g'amga almashtirib olsa, dedilar Rasululloh, Allohni rozi qilish g'amiga, qolgan g'amlarga Alloh kifoya qiladi deydi. Kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, dedilar Rasululloh, Alloh unga tark qilgandan yaxshirog'ini beradi dedilar. Shuning uchun ukalar o'ylamanglar, Allohni tanisam, taqvoga yursam, Allohga yaqin bo'lsam, dunyoni matohidan mahrum bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Bizni ko'zimizga bu dunyo chiroyli ko'rinyapti. Bu dunyoni matohi ko'zimizga chiroyli, ajib ko'rinyapti. Sababi Allohga yaqin bo'lishlikni nimaligini bilmaymiz-da biz. Biz jannatni ko'rmagan, unga kirmaganligimiz uchun dunyodagi hayotimizni zo'r deb o'ylayapmiz. Onaning qonidagi bola agar aql bersa chiqmaydi. Nima qilaman deydi. Issiq joy, yumshoq joy. Oziqam kelib turibdi kindigimdan, hech qanaqa ham tashvishim yo'q. Nima qilaman chiqib deydi. Chiqishni xohlamaydi, lekin majbur chiqarishadi. O'ldim deb chiqsa, u ichidagi ikkita narsadan ko'ra ko'proq narsa bor ekan. Toza havo, kenglik, yorug'lik, yeydigan narsa ming xil. Zo'r ekan bu yoq deydi. Xuddi shunga o'xshagandek dunyoda yashayotganida qabrga kir desa kirmaydi yana. Chunki hayotim zo'r deb o'ylaydi. Lekin majbur kirgizishadi qabrga yana undan so'ramasdan. Kirgandan keyin Alloh taolo mo'minga jannatdagi joyini ko'rsatib qo'yadi. Ana shu qabrini, lahadini o'ng tomonidan darcha ochib qo'yiladi. Mana seni boradigan jannating deydi. Deganda Parvardigor qiyomatni tezroq qoyim qilgin deydi. Jannatni ko'rmagan, unga kirmagan odam bolasi mana shu dunyo uyini, dunyodagi uyini, mashinasini nima deb o'ylaydi? Eng zo'r narsa deb o'ylaydi. Ammo jannatga kirgandan keyin, jannatni ko'zi bilan ko'rib, ne'matlarni totib ko'rgandan keyin dunyo hayot haqida fikr o'zgaradimi? Ba'zan Alloh taolo dengizga o'zining Al-Jamil ismi bilan namoyon bo'ladi. Dengizga tajalli qiladi. Dengizda o'zini go'zalligini namoyon qiladi. Ana shu paytda dengizni ko'rsangiz aytasiz. Kecha tunni dengizda sohilda o'tkazdim. Bu kechani hech ham unutmayman deydi. Nimaga? Osmonda to'lin oy, yoqimli to'lqinlar, mayin shamol, suvda suzasan, xushnudligini his qilasan. Suv tip-tiniq. Dengizni tubini ko'rish mumkin. Bu Allohning Al-Jamil ismi bilan dengizga namoyon bo'lishi. Endi Alloh taolo mana shu dengizga o'zining Al-Jabbar ismi bilan namoyon bo'lsa-chi, qo'rquvdan qalbimiz yorilib ketadi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Jamil ismi namoyon bo'ladi. Qarang, birga kirgan yosh bolani yuziga qarang-da. Go'zallik, tiniqlik, beg'uborlik, musaffolik. Yer yuzida bundan ko'ra go'zalroq yuz yo'q. Allohning Al-Jamil ismi namoyon bo'ldi. Yana shunday kunlar bor. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ladi u kunlarda. Bo'ronlar, vulqonlar, tsunamilar, zilzilalar. Xabarlarda aytiladiki, kecha tunda bo'lgan zilzila oqibatida 40 mingta odam uylarni tagida qolib ketdi vayronada. Tsunami natijasida butun bir shahar suv tagida qolib ketdi. Alloh taoloning Al-Jabbar ismi namoyon bo'ldi. Kunlar bor. U kunlarda Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Yangi shofir bola chaqasi bilan toqqa chiqqan, tushib o'ynashdi, o'tirdi, hali motorini yoqmasdan turib, rushni tormozni tushirib oldi. Rol burilib qolgan bir tomonga, qatib qolgan. Mashina jalliga qarab ketdi. Yumaladi, to'ntarildi, ontarildi, har tomonga urildi, dabdalasi chiqib ketdi. Buni ko'rgan odam u mashinaning ichida bironta odam tirik qolmadi deb o'ylaydi. Lekin Al-Latif bo'lgan Alloh o'zini ismini namoyon qiladi shu holatda. Hammasi tirik chiqadi. U yer bu yerga shilingan, lekin Alloh saqladi. Allohni Al-Latif ismi namoyon bo'lishi yana bitta misol. Yosh bolaning tishida tushib ketishini oling. Vaqt soati yetganda bola sezmaydi. Nerv tomirlari uziladi. Bola ovqat yeyotgan paytda og'zida bir narsa paydo bo'lib qoladi, qarasa tish tushib ketibdi. Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Muloyimlik bilan olib qo'ydi Alloh taolo. Endi eng zo'r mohir stomatolog, tish doktori uni tishini olib tashlamoqchi bo'lsa,
Shunaqa bo'ladimi? Eng kamida ukolni sayganda jon aytishadi. Demak, Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ldi. Og'irligi 100 ming tonnalik kemalarni suv ko'tarib turadi. Ha, mushtdek tosh tashasa shopitib cho'kib ketadi. 50-100 tonnalik samolyotlarni havo ko'taradi. Havo ko'taradi shu samolyotni, lekin shu havoning ichida yurar ekanmiz, bizga og'iri yo'q. Alloh taoloning Al-Latif ismi namoyon bo'ladi. Muroqabaning samaralari, agar sen birodar muroqabada ekaningni, Alloh seni kuzatib turganini his qilsang, uning amrida mustaqim bo'lasan, mahluqotlarga faqat yaxshilik qilasan va uning o'ziga iqbol qilasan. Shunda sen dunyoning hech bir narsasidan topa olmaydigan lazzatni topasan. Avval olib maza qilgan bo'lsang, berib turib shunaqa maza qilasanki, voy bu berish olishdan ham mazaliroq ekan deysan. Muroqaba birodarlar, Alloh taolo sizni kuzatib turishligini bilishingiz va mana shu shuurni doim yodingizda ushlab turishligingiz. La ilaha illalloh Adam safiyulloh. La ilaha illalloh Nuh nabiyulloh. La ilaha illalloh Ibrahim khalilullah. La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah Daud khalifatullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. La ilaha illallah nastaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين.